Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosi to'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Ko'rurman do'stlar bilan qayta uchrashganimdan intayin xushalman. Mengil Chehra. Navbatda bu hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Xitoy Misrda tutqun qilgan Uyg'ur o'quvchilar orasida ozkam 100 nafarining Qoiradagi Tura turmasiga qamalganligi ma'lum bo'lmoqda. Radiomizga kelgan eng yangi ma'lumotlarga qaraganda, Tura turmasiga qamalgan Uyg'ur o'quvchilarning beshiga qora xalta kiydirilib, Xitoylar tarafidan Misrga avatilgan Uyg'ur saqchilarning so'roq qilishiga topshirilgan ekan. Egallanishicha, mazkur turmadagi nachar sharoit va ozuqlik yetishmaslik tufayli ba'zi o'quvchilarning turli kasalliklarga giribdor bo'layotganligi bildirilmoqda. Xotan viloyatlik ma'rif idorasi bu yil 6-oyning 28-kuni chiqargan Xotan viloyatining qo'shtilliq ma'rifdagi 5 belgilama nomli hujjat oshkor bo'lgandan keyin xalqaro kuchli inkas paydo qildi. O'tgan hafta Xotan viloyatiga qarashli ma'rif idoralari radiomiz ziyoratini qabul qilib, mazkur hujjatning tarqitilganligini dalillagan edi. Radiomizning bu haqda davomli ahvol egallashi davomida Xotandagi ma'rif organlari buningdan keyin ma'rif sohasida Uyg'ur tilini cheklab, butunlay Xitoy tilida o'qitish elib bordiganligi haqida yana bir qitim ahvollarni oshkorladi. Xinhua to'rining xabar qilishicha, bu yil 25-iyul kundan e'tiboran Uyg'ur avtonom rayonida planliq tug'ut bo'yicha yangi siyosat yo'lga qo'yildi ekan. Yangidan yo'lga qo'yiladigan planliq tug'ut siyosatida Xitoylar bilan yerlik millatlar oralig'idagi farq yo'qitilib, shahar nüfusidagilarning 2 farzand, yezi nüfusidagilarning 3 farzand ko'rishiga ruxsat qilindi ekan. Xitoy taratqullari buni rayonda barliq millatlarga teng barobar muomala qilishning ishqa oshqanligi deb davron solgan. Bu haqda inkas qaytirgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan Apandi bu Marung boshchiligidagi bir qism Xitoy mutaxassislarining milliy avtonomiyalik rayonlarni yo'qotish haqidagi tashabbusi bilan zich munosabatlik dedi. Xitoy hukumatining Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni iz qo'g'lab tutish harakati xalqaro jamiyatning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Misr hukumatining ishki jihatdan moslashishi bilan elib berilgan bu keng ko'lamli tutqunda Uyg'urlardan boshqa yana Misrda o'qiyotgan bir qism qozoq va tungan o'quvchilarning tutqun qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Amerikada o'ltirishliq tungan kishilik huquq faoliyatchilaridan Sulayman Igoning radiomizga bildirishicha, Al-Azhar universitetida o'qiyotgan 60 dan ortiq tungan o'quvchimi tutqun qilingan ekan. Egallishimizga qaraganda Xitoy Misrdan qaytirib kelgan Uyg'urlar orasida 12 yoshlik Amrullah Mubo bo'lib, u hozir yurti Yo'pirg'idagi kent aholilar komitetida nazoratga ilingan ekan. Radiomizning bu haqda ahvol egallashi davomida Yo'pirg'idagi bir kent amonlik mudiri Amrullahning navbatda boshlang'ich maktabning 6-yilligida nazorat ostida o'qiyotganligini, kanat kadrlarining dars orlig'ida maktabga berib, uningga qonun tuzum tarbiyasi berayotganligini oshkorladi. Amerikadagi Uyg'ur ziyolilardan doktor Qahar Barat apandi bu haqda fikr bayon qilib, bu xil nazarbandning 12 yoshlik Amrullahning ruhiy dunyosiga ig'ir zahmat elib kelganligini ta'kidladi. Radiomizga kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elidagi qirg'izlarning navbatda Xitoyning rayonda yurgizayotgan yuqori besimliq taqibiga duch kelayotganligi bilinmoqda. Oldingi oylarda Qizilsuv oblastining sekretari ochiq xat e'lon qilib, Qizilsuvdagi har bir qirg'iz malchining chegara qaravuliga aylanib, chegara bo'yidagi 3 xil kuchlar haqida hukumatga uchur berishni talab qilgan edi. Uyg'ur elidan Qirg'izistonga chiqib yerlashgan bir qirg'iz radiomizga bildirishicha, Qizilsuv oblastining qirg'izlar to'plashib o'ltiraqlashgan joylarda diniy cheklama bag'ansir kuchaygan. Xitoy ko'chmanlarining bag'ansiri ko'payishiga ergishib, chorvachi qirg'izlar yayloqlaridan, qirg'iz ovullari an'anaviy madaniyatidan, qirg'iz bolalari ona tilidan ayrilishga majbur bo'lmoqda ekan. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'r televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.